sekin yo'limsini baland bo'lib ketmas. Assorti taomingizni nimasini ham aytib bering Shokir aka. Retsepti Nima bor? Go'sht bor. Qancha? O'ralgan 2 kilo. 2 kilo go'sht. Mol go'shti. Mol go'shti arasida qo'y dumba. Qancha dumba? Dumba 200 gram ketadi xolos. Mana bunga qalampir do'lma bol bolgarskiga qiymaga 1 kilo qiyma yetadi. Karam do'lma. Uzumni bagi kavatek do'lma. Hammasini birga qilib bosib o'zini suviga, o'zini so'kiga. O'zini so'kiga. Tagiga jichcha o't yoqilib, narmani ushlab tursa, narmani ushlab tursa, 1 soatda tayyor bo'ladi. Mostirban qo'yish kerakmi? Ko'ntarib qo'yib, har zonda bir qarab, tagiga o'tini ushlab tursa bo'ldi. Tagiga olib ketmaydimi? Yo'q, tagiga mana qizargan mana. Oling edi mana. Bu qozonga yopishgan joyi mana shu mana. Hidini qarang. Mana shu mana qozonga yopishgan joyi mana. Shunday tandirda qozonni qizib bitta bossangiz, non yopganda ana nonda orqasi qattiq bo'ladi. Go'sht orqasi ham qattiqqina chiqadi. Go'sht assortisi desa ham bo'laveradi ekan-da. Mana qarang mana. Tandirga otilgan joyi bu. Qandaykina o'tda baland qilibdi, kachigarimiz. Adashibdimi? Hech ya u kuygan hisoblanmaydi mana. Bu pushti mag'iz qo'ydi. Molni pushti mag'izi. Yumshoq joyi. Bilmagan joylarga ichkarida molni so'yganda sonni ichida qovurg'a bilan nimani o'rtasida haligi bir payga o'xshagan haligi kachalka deydi o'richasi o'sha bo'ladi. Shunday o'shani olsa, eng yumshoq haligi obto tegmagan joyi shu. Buni to'g'rab turib 2 metr tuzlab, 2 metr tovara ko'rsa, yevorsa bo'ladi qon go'sht. Buni ustini yopyapsizmi? Ben ustini yopsam 10 minutdan suzamiz ana. Bitta yangilab olaylik. Ana. Marjojniklarimiz ham bahorda qarang. Shokir aka. Bahor keldi. Bo'ldi, olib bitta yangil. Nima, Zulfiqor? Qani siz uka. Pishdimi endi? Suv to'g'madingizmi? O'zi yo'q deymiz. Ko'p birinchi go'shtni qovurib oldingizmi mana? Ha? İşte şunu go'shtni qozonga yotdim. Go'shtim pishami? Xo'p, karam bilan nima pishadi? Bu uzun bargimi? Bularda ham ichida bir narsa bormi? Mana sen chiqarasin ichida bu. Dumba bor a? Kecha assorti dedingiz-ku, kechqurun. O'sha assorti. Men shuncha kechqurun yemadimda. Qanday bo'ldi? Zakaz qilib qo'ygan ekansiz. Bitta Shokir akamning assortisi baribir. Kecha yedim yemanda assorti. Hobbi deydi-yu Farhod aka. Bizi hobbi shu. Qilaveradi-da ko'rgan odam. Aka, men bir xil payt borku, osmonda ovqat yeyman-ku, yomon qilib beraman bular. Osmonda yeygan. Ya biz unaqa nimamiz yo'q. Menda ham shunday odat bor Farhod. Bir marta ko'rgunimcha. Hali Buxoroda bilsiz, osh sopi deydimi? Sopi. Kecha jo'ja bala. Mana yemoqdan o'radi xolos. Mayli. Shuncha o'zingiz qilar ekansiz-da bozorni ham aka bu. Ha, yo'q, o'zingiz qilasiz. Yo go'sht qattiq olib qo'yasiz. Bu qattiq aka go'shtni qaysi joyi? Pushti bag'zi. Moldiki. Bilasan, endi sitasi, o'yla bilmaydi pushti bag'zi nimaligini.
Juda yana. Bahor taomi. Ana, ovora.